O'zbekistonda har yili amalga oshirilayotgan Innovi ko'rgazmasida biz ham innovatsion ishlanmamiz bilan qatnashmoqdamiz. Ushbu innovatsion loyihamizning nomi realpatient.uz deb nomlanadi. Loyihaning asosiy maqsadi tibbiy oliy ta'lim muassasalarida, demak, tibbiyot oliy ta'lim talabalariga nazariy hamda amaliy bilimlarni taqdim etishdan iborat bo'ladi. Platforma orqali oliy ta'lim muassasalari talabalari nafaqat nazariy, balki amaliy ishlarni ham demak amalga oshirishlari mumkin. Platformada barcha ma'ruzalar hamda kitoblar va amaliy ko'nikmalar joylashtirilgan. Undan tashqari klinik keyslarni ham biz ushbu realpatient.uz sayti orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Talaba platformaga kirgandan keyin demak ularga klinik keyslar taqdim etiladi. Klinik keyslarni to'g'ri demak bajarganligiga qarab platforma talabalarga baho berishi mumkin bo'ladi. realpatient.uz saytiga ulaning va tibbiyotdagi o'zingizning bilimlaringizni sinab ko'ring.